Mani o'zim yo'nalishim, mutaxassisligim pedagogika, psixologiyani tugatganman, ammo jurnalist sifatida faoliyat yuritaman. Va bir kuni avgust oyida men bir massajchini maqola qilgan bordim. Men nomer 1 Zarafshonda dedilar. Qarab turdim. Lekin nimagadir men aytdim, shu kishini o'zidan o'rganib dedim, nomer 1 o'zidan ham o'tsammikan dedim. 3 oy o'rgataman dedilar. Qaradim, men aytdim 3 oyga ichim qisadi meni. O'tirdim, noyabrda otpuskam-edi. Sırası men kadrga keldimda men 15-sentyabrdan otpuska yozmoqchiman dedim. Qarab turdilar. Nimaga sanki noyabr? Yo'q, men 15-sentyabrdan chiqaman. Sizni kursingizdan xabarim yo'q, hech narsadan xabarim yo'q. Keyin Toshkentga telefon qildim, "Apa, menga massaj o'rganishim kerak, детский massajni. Kerak, odam kerak" dedim. Shuni reklamangizni tashlab berdilar. Qarasam, kurslaringiz sanaqa, sразу yozdim. Kurslar qachondan boshlandi? 15-sentyabr. Men aytdim, bordim, arizamni yozdim va men yo'lga chiqdim. Bugunga yetib keldim, xudo xolasa. Jurnalist. Jurnalistman. Gapirishlaringiz вообще zo'r ekan.